Assalomu alaykum. Hamza Uz kanali obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Palasan mahallasidamiz. Bir donagina ko'chat bo'lgan, udar bo'lgan smetal buqachamiz bor. Obunachilar, narxini eshitib ko'ringlar. Narxi aytamiz hozir. Udarlikni qaranglar, stakan tuyoq. Mana nima deyapti mana nima deyapti? Janovar. Oluvchilar bormi, oluvchilar? Obunachilar. Mana juda bo'yapti ovoz. Mana nima deyilyapti bular? Oq tumshuq, oq kiprik, stakan tuyoq. Mana uni qarang. Janovar menga yoqib qoldi. Obunachilar menga yoqib qoldi. Sizlarga ham tavsiya beraman. Mana shunaqasini olib boqinglar obunachilar. Deb unaqa hashaki, pachaki boqmanglar endi. Hashakilarda yeyishtiringlar endi. Bunaqasini olib tashlanglar. Zo'r bo'ladi. Smetalni boqqan odam zo'r foydada ko'raveradi, Muzaffar aka. Tonnali bo'laman deganlarga. Obuna. Mana uni qarang, o'ynashini. Mana uni qarang. Nima deyapti mana? Mana nima deyapti? Janovar. Janovar. Nima deyapti mana? Mana uni qaranglar, mana uni qarang. Mana uni qarang. Akaxonda boqan onlardan tomoshasini ko'rib buni. Tek. Mana uni qarang, mana. Mana nima deyapti? Mana nima deyapti mana? Stakan tuyoq. Mana. Mana uni qarang, mana nima deyapti mana? Videoga oling. Bosdingizmi? Ha. Mana uni qarang, janovar. Odamlarga tavsiya beraman. Kelinglar. Olishar ekan, odamni yaxshi ko'rar ekan. Mana. Yosh oilaga 3 oylik atrofida akalar. Obunachilarimizga mana eng zo'ridan. Stakan tuyog'idan, yondiradiganidan. Yondiradi, obunachilar, gazni bosinglar. Amin. Layklar bosinglar akalar mana. Ha, tulpor. Ko'rsat o'zingda. Ha, janovar. Mana uni qarang, mana uni deyapti. Ha, jonindan. Obunachilar. Mana obunachilar bittadan laykni mashalloh deb yozib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib borasizlar. 25 ming so'm ozgina xayrini qilib beraman. Tez aloqaga chiqing. 91 670 52 00 aloqaga chiqinglar. Sразу sotiladi.